Hürmetli vatandaşım, bugün söz deydiği şeyimizi başlayımız. Hazır bütün dünya digedek, bütün Amerika halkı digedek aldığımızdaki sayılamı dikkat kılan nazar ağdırıp duruptu. Delmişinde peytlerde sayılam keskin halde ketevatkanda. Hazır Xitayning torbiyatları üsek sözlerine tarqatdı. Şu üsek sözlerge yarışa biz eytdiğimiz Amerika'daki sayılamның tinch ve normallik işide. Asayişlik işide devamlaşıp şundaqla zor qalblarni qo'lga keltirishini endi saylamda ikki taraf bo'layotgan kishilarni, masalan, Cumhuriyetçiler, Demokratçılar tarafga o'tayotgan kishilarni hammasini qoyil qilg'ili bo'lmasimi, normal qoyil qilish asosida Amerikadagi qudratli davlatning demokratik turmushi va demokratik hayotini gavdalantirgan asosda g'alab bilan oxirlashishini umid qilamiz. Bugun so'zlaydigan şeyimiz, hurmatli vatandoshim, Amerika, Yaponiya, Koreya 3 devlet Çavuşanga besim işiltişini küçeytmekçi boldu mavzulu haber. 10. ayının 27. günü Amerika vazının Xitay dil programı ilan kılın. Haber mındak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatları, Yaponiya ve Koreya yuqori darajalik amaldarlari haftaning 4. günü suhbat o'tkazib, birdek tirishchanlikni kuchaytib, Çavuşanni yadro qurollardan voz kechtirishimiz kerak deb hisobladi. 2 kun burun Amerika Qo'shma Shtatlari davlatlik axborot bosh nazorat organi Çavuşanni yadro qurollaridan voz kechishga talab qilishda umid yo'q deb ko'rsatgan edi. Dastlabda umid yo'q deb ko'rsatdi, endi qat'iy niyat kelib Amerika, Yaponiya, Koreya 3 davlat Çavuşanni yadrodan xoli bir ayinga aylantirishni bunun için besim işiltishni qarar qildi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Koreya muavin tashqi ishlar ministrlari darajalik amaldorlar Tokioda yig'in ichib boshqacha bir uchur tarqatdi. Yaponiya muavin tashqi ishlar ministri Shen Chinghu bundoq ko'rsatdi. Çavuşanning navbatdagi bexatarlik jihati xaym xatari bir xil tahdid solishning yangi bosqichiga yetib keldi. Yaponiyanın muavin tashqi ishlar ministri nima dedi? Çavuşanning bugungi ahvoli bexatarlik jihatini aytganda yangi bir tahdid solish bosqichiga yetib keldi. Biz o'xshash bo'lmagan tadbirlar bilan muvofiq taqobil turishimiz kerak deb hisoblaymiz. Taqobil turimiz o'xshash bo'lmagan tadbirlar bilan deydi. Amerika Qo'shma Shtatlari muavin davlat ishlar kotibi Brooklyn Çavuşanning yadro qurolları meselesi bo'yicha Amerikalik siyoset meydani o'zgarmaydi deb ko'rsatdi. Muavin davlat ishlar kotibi Brooklyn bizning siyosatimiz bundan keyin o'zgarmaydi. Biz Çavuşanning yadro davlati bo'lishini qabul qila olmaymiz. Çavuşanning yadro qurollari bo'lishini yoki Çavuşanning yadro davlatiga aylanishini qabul qila olmaymiz. Bu albatta shubhasizdir deb ko'rsatdi. Koreyaning muavin tashqi ishlar ministri Lin Shingdan Amerika, Koreya, Yaponiya davlatlarining bu masaladagi o'rtaq maydonini ta'kidladi. O mundaq dedi, bugun shuni dalillaymizki, Çavuşanning yadro qurollari iqtidorini va raketa qurollari iqtidorini kuchaytirish Amerika, Koreya va Yaponiyaga bevosita tahdid deb hisoblaymiz. Çavuşanning yadro qurolları ve raketa qurolları taraqqiy qildirishini Amerika ve Koreyaga bevosita tahdid deb hisoblaymiz. Biz xalqaro jamiyatning yaqindan hamkorlashishi ostida kuchli tirishchanlik ko'rsatib, embargo yurgizish ve besim orqali Çavuşan yerim orolini yadro sizlashtirishni ishga oshiramiz. Demak, hozir Çavuşanning ishi hamishiga keldi. Hozir xilma-xil gaplar ketyapti endi. Bundan keyin taraqqiyotdan qanday bo'lishiga vatandoshlar sizlar va bizlar diqqat qilib turamiz.